Ha, Javohir, xomush o'tiribsiz. Bugun yaqin insonim tug'ilgan kun edi. Anchadan beri niyat qilib yuruvdim mashina olib beraman deb. Ishda ko'p qolib ketib, soat 9 bo'lib ketibdi. Ulgumadim-da, aka. Tanishim ishlaydi-yu avtosalonda. So'rab beraymi? Uxlab yotgan, nur tanishingiz uyda. Eshitmadingizmi? Nimani? Yuring, men sizga ko'rsataman. Kia xarid qilaman degan mijozlarimiz diqqatiga. 14-15-16 may kunlari Kia Olmaliq rasmiy dilerlik markazida kechki bozor. Ushbu kunlari dilerlik markazimiz 9:00 dan 22:00 gacha o'z faoliyatini olib boradi. Aynan shu kunlari siz 20% gacha avtomobillarimizga chegirmaga ega bo'lishingiz mumkin yoki 36 oygacha foizsiz rassrochka xizmatidan foydalanishingiz mumkin. Ha, ukam, ota-onasiga bir sovg'a qilay debdi-da, men ham havas qildim. Javohir, tabriklayman, mana bu kalting. Rahmat. Havas qildim. Hoji onam bilan hoji otamni tabriklab qo'yasan. Senga atab yozuv chiqarib qo'ydim. Aka, ozgina shoshib qo'yibsiz-da. Men o'zimnikini chiqazib oluvdim. Aytgancha, o'sha kuni biz hamma kutgan vaucherlarni va bonuslarimizni tarqatamiz. Ulgurib qolinglar.